Haftalik ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Bugun va ertaga O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Faqat shimoli-g'arbiy hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asosan kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning ayrim joylariga tuman tushishi mumkin. 18-20 fevral kunlari respublika hududi bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduz kunlari havo harorati 20-25 daraja iliqqacha isiydi. Kechalar harorati asosan 7-12 daraja iliq atrofida bo'ladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda ba'zida 18-23 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda 16-18 fevral kunlari vaqti bilan yog'ingarchilik bo'ladi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'larda qor ko'chish xavfi bor. Poytaxtimizda 17 fevralda kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Kunduz yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 15-17 daraja iliq bo'ladi. 18-20 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asosan kechalari 9-12 daraja iliq, kunduz kunlari 22-25 daraja iliq bo'ladi.